Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlarning kanalimdasizlar. Obunachlar, bugun biz sizlar bilan nihoyat 2 yil deganda Brawl Starsga qaytamiz. Albatta bu video Brawl Stars bilan bog'liq video. Albatta video boshlanishdan oldin albatta like, obuna boshlayishdan chiqarmanglar, chunki biz tezroq 10 ming obunachi bo'lishimiz kerak. Hop, o'yinga kirishimiz mumkin. Bitta zagroska bo'lyapti. Hop, ana obunachilar ko'rishlari mumkin. Kubigim 10 mingtadan oshgan, ya'ni 2 yil deganda qaytyapman. Brawl Starsga 2 yilcha o'ynamagan ekanman. Chang bosib turibdi-ki, akkaunt qarasam, BBga yig'ayotgan ekanman, lekin o'zim ham bilmayman. Qaranglar obunachilar, oxirgi marta Brawl Stars video qilganimizga, ya'ni 2 yil bo'lyapti o'sha videoga. O'shanda 4,5 ming edi xolos kubigim. Hozir bo'lsa 10 mingtadan oshgan. Bu meni bayetslarim, tanishlari mumkin. Nani bo'manda ulучшить qilish kerak ekan buni. Ko'rishlari mumkin. Anchagina o'zgarganga o'xshaydi Brawl Stars. Mana bu bosh shade bo'manda yana еще Squeak'ni nima qilish kerak? Squeak'ni ulучшить qilamiz. Bo'ldi. Hozircha nimada turgan ekan? Tak, я не понял. Tushunmadim. Men yangi klub ochdim. Men Diyorbek Amirxon uchun. Nimagadir men vitse-prezidentga tushib qolibman. Tak, qaranglar, mana men vitse-prezident turibdi. Men prezident edim bu klubda, tushunmadim. Mbappe deyishdan bu Amirxonga o'xshayapti. Kapet, o'zimni klubimda o'zim vitse-prezident bo'lib qolibman. Voy. Ладно, nima bo'lsa улучшить qilib, понятно. Bitta kalitim borga o'xshayapti. Lekin yangilanib ketibdi. Uncha sizga ham tushunolmayman. Menimcha bu yerda blink tanlash kerak. Bling. Ha, shunaqa blink. Narsalar olyapmiz. Улучшай бойцов. Bronzovaya ligada ekan. Lekin asli ismim men Serebrenigacha chiqdim. Bu meni любимый boyetsim. Bu bo'lsa nima tushunmadim nimaligi gapini. 2 yil deganda birinchi marta o'qiryapman. Новые события. Событияlar tushunishim bo'yicha yangilangan bu yerda. Tak, menchi событияlardanchi bilasizlar ko'proq. Men ko'proq nokautni yaxshi ko'raman. Endi bo'lsa bu yerdan qaysi bayt tanlashimiz mumkin? Bilasizlarmi qaysini obunachilar? Men Spike tanlayman. Bo'ldi, boshladi. Obunachilar eslaringda bo'lsa, oxirgi marta video qilganda, ya'ni u Brawl Stars yashiklarni ochganimizda men rosa ham Leon tushishini xohlardim. Leon dirdim, lekin afsuski menga Dynamite bilan uni berib qo'ygan. Ismi nima edi? Yo Dynamite'midi? Mencha Dynamite bilan uni berdi. Karlni berib qo'ydi. Men Leon tushishini xohladim. Men lekin allaqachon Leon ochganman, Spike ochganman obunachilar. Ular zo'r baytlar bor. Endi oldin hozir esimda yo'q. Qaranglar, dash esimdan ham chiqib ketibdi o'ynash. O'lgam yo'q, lekin oldingida qanday o'ynalmayapman, lekin esimdan chiqib ketibdi. Tak, El Primo orqamdan keladi. Bo'ldi, bittasi ketdi. O'ldirdim bittasini. Shu o'ynash esimdan chiqib ketibdi, o'ynalmayapman. Qaranglar, voy, de ultam ishlatib yoribman. Shelliga, lekin Shellining ultasida o'libdi. Qaranglar, obunachilar kutyapti, payni bo'ylayapti. Hozir chota menga ishlatib yormasa bo'ldi, o'sha ultasini hozir Shelli borib kelyapti. Voy, menga ishlatdi falokat. Ha, mana unga ultasini ishlatib, men ham o'ldirdim uni. O'sha ikkita o'ldirdim. Brokni. Joni jicha qoldi. Bo'ldi, round выигран. Yutdi. Хорош, давайте. Давай, bosdi gazini. Hop. Spike'da yana o'sha nimadir o'sha Shelly menga yopishib olganda chota qasoslamoqchi. Tak. Ах ты, Крис, вообще понятно. Bitta Brokni o'zi qoldi. Bo'ldi, endi davay. Ultamiz bilan poylab qoqamiz hozir, ko'rasizlar. Da все нормально, вы чё? Easy peasy qilamiz hozir hammasini.
Bo'ldi, Primoy Papadani. Endi bo'lsa, davay o'ldiramiz. Men jonim ketyapti. O'ldir, ana Larry o'ldir o'shani. Bo'ldi. Round выигран. Match окончен. Всё, победа! Lучший момент meniki ekan. Qaranglar, obunachilarim. El Primoni o'ldirgan va звездный игрок ham men ekanman. Oho, ё-моё, вот это да. Вот это да, я лучший. Redki tushdi. Ladni. Endi bo'lsa, qaysini tanlaymiz deymiz? Squeak'ni tanlaymiz. To'g'risini aytsam, bu Squeak'da vaqti o'ynalmayman, lekin qolganlarni o'ynashini ko'raman. Zo'r o'ynaydi Squeak. Meni eng chalg'itadigan bayitlardan biri. Men Squeak'ga qarshi o'ynasam nimagadir ko'p chalg'uraman lekin. Asabingiz buzadi, kichkina unaqanchilar cha bilan. Jilega o'xshaydi, vaqti yigim kelib ketadi ko'rsam o'shani. Qaranglar, o'zi vaqti o'ynalmayapman o'zi Squeak'da. O'ynalayman, lekin ради эксперимента этого стоит. Bo'ldi, round выигран. Lekin men menimcha hech kimni o'ldirmadim, menimcha. Yo, bitta o'ldirdim ekan. O'ldirsam bitta o'ldira olsam kerak, obunachilar, lekin u Squeak'da endi. Aydi, ko'rmay qolibman, bo'ldi, obunachilar pishdim, ketdim. Bo'ldi, chota ketdim. Vay, afig'in. Ladni, oz qoqadi ular, ishonaman. Obunachilar, albatta bu videoni hali ham sizlar ko'rayotgan bo'lsalaringiz, pastga tushib like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Biz bu yerda round выигран deyapti. Lучший момент. YouTube'miz. Qaranglar, bitta o'ldirib, bitta o'libman, xolos, dash. Bu yerda o'zi nima ham beradi? Faqat redki narsalar beradi. Yana nimalar bo'lishi mumkin? Edgarni tanlaymiz. Edgar. Obunachilar, da Leonim bor. Leonim bor, lekin Leonda uncha zo'r o'ynashni bilmayman. Hozir Edgarda sizlarga ko'rsataman qanaqangi o'ynashni. Давай. Соберись, алё. Так. Biz bu yerda bo'lsa ultamiz to'lishini kutib turamiz mana o'tlar darasi. Chunki Edgar yaqindan urishadi. Hozir sirazi ochiq maydonga chiqsam, o sirazi yutqizib qo'yishim aniq. Tezroq to'lsin, tezroq, iltimos. Bo'ldi, ultam to'ldi. Gadget bilan ikkala, gadget deyman. Bo'l. Ha, bo'ldi, round выигран. Men o'tiribman. Nima? Ismi nima edi? Gadgetmi? Ha, o'sha. Giper zaryad ham to'ldi, ulta ham to'ldi. Hozir gadget to'lsa, ucholasini baravariga ishlataman, hozir ko'rasizlar. Bo'ldi, endi Liboyinga javob, buyaqki. Liboyini o'ldiraman, buyaqki. Albatta, obunachilar, keyingi videoga birorta ideyalaring bo'lsa, kommentariyaga yozib ketishlar eslaringdan chiqmasin, chunki albatta sizlar so'ragan narsani biz ham qilamiz. Bo'ldi, ana hammasini baravariga ishlatdim, lekin sirazi o'ldim. O'ldim. Lekin hozircha bitta raundda biz yutdik lekin. Bo'ldi. Chota. Round proigran. Nima menga dislike bosyaptimi birinchi o'yinlarni, asabimni buzmasam. Men o'sha taktikam qilyapman. Sirazi o'ldan u. Qarg'a. Bo'ldi, men ultam to'ldi, hozir gadget bilan baravariga ishlatsam. Menimcha 3-2 qoldi. Chota chunki va shu nokautga baribir Edgar bo'lmaydi-da. Chota bekor tanlab qo'ydim-chi. Mana shu nokaut Edgarda bor-u. Salni uzoqdan o'tishadigan nima bayt tanlaganimda ham bo'lar ekan. Uni ham giper zaryadda ham ultasi to'libdi. Gadjeti bilan baravariga ishlatsa, endi ana u kol turibdi-yu. Men bu yerda bo'lsa hozir
Ultam voy bo'ldi boshlandi. Nima bo'lsa bo'ldi. Voy deb aqli sakrab yuborman ham bo'ldi. Pishdim, chota pishdim. Bo'ldi, Machaqonchi biz yutib turdik boshida. Biz boshida yutib turdik. Qanday qilib? Mayli. Tak, Leon. Tak, obunachilar, men duel qo'yaman. Birinchisiga albatta Shelly'ni banditkasini olamiz. Hop, ikkinchi bayetsga bo'lsa, men kim olishimni bilasizlarmi hozir? Men Darylni olaman. Ikkinchi bayetsga, uchinchi bayetsga bo'lsa, hop, uchinchisiga bo'lsa, men uchinchisiga Rico olmoqchiman. Bo'ldi, duel новый quest. Bular hozir bizga kerak emas. Biz tezda narsalarni olamizda. O, mega yashik. Moneta. Opit, shuna narsalar berdi. Endi bunchalik qiziq emas. Sen bo'laveradi. Hop. Redki, sverx redkidan bizga 10 dona. To'xtanglar, uzr so'rayapman. 10 dona Nintendo kristal berdi, hop. Igrasida bosdi. Obunachilar bu yerda birga bir o'ynayman, ya'ni men 3 ta odam tanlayman, 3 ta odam tanlaydi, ya'ni duel o'ynaymiz bu yerda. Tak, men bilan anavi rangi almaz ekan, men kiseraver, chato kuchliroq deb tuyulyapti. Lekin bayt tanlashni bilmas ekan. Biroq El Primoni nima tanlaydi buni duelga, serios. Men Shelly'ni tanlab, Kris anaqa yashamayapti. Yo'q, savolda nima El Primoni tanlaydi bunaqangida? Anavi zangorni ustidan ham bemalol yurib kelyapti. Oldin yura olmasdim men o'ynayotgan paytimda. Bo'ldi. Qarang, ultam ishlatganman men hali. Bo'ldi, tushib ketib pishi bo'ldi uni Brokni joni kam. Agar o'ynashni biladiganlar uchun yaxshi. Lekin El Primoga nima bor ekan bu yerda savol. Qarang, bitta ultam ishlatdim. Bu Daryl ham bitta Darylni yaxshi qilib tanlab etdi. Hozir El Primoni tanlab etga menimcha bo'lmaydi. Lekin vaqti cho'ziman, u gazlar to'layapti-yu. Shunaqasi lekin bo'ladi. Yutsa bo'ladi El Primoni ham, qarang. Bo'ldi. Yutdim, mana. Bo'ldi. Round wigna ikkitasini bir dona Shelly'ni o'zida yo'qotib tashlab bo'ldim. Ana endi El Primos bilan. Lekin men El Primo o'ynaydiganlar bilan, endi ultasi to'lib turgan ekan. Voy! Bo'ldi. Meni ultam bo'ldi, gapimni qaytarib oldim. Yaxshi qilib El Primo tanlab. Lekin Darylimdan o'talmaydi meni, lekin serios. Daryldan yaxshi o'ynayman. Eng zo'r o'ynaydiganim men Darylda yaxshi o'ynayman. Edgarda, keyin ana unda Nani yoqadi keyin. Yashamayapti. El Primosida. Jalka что, ana Daryl uzoqqa o'talmaydi. Ana jonini ketqizyapman o'zi sekin. Ko'rding? Ana, ko'rdingmi? Senga El Primo tanlamadim. O'zingga o'zing ziyon qilding. Hozir oldimga reski chiqaman desam, men qochib turib sirazi ultam ishlatib yuborsam bo'ladi. Ana o'zi baribir ishlatib bo'ldim. Bo'ldi, round выигран. Match окончен. Bo'ldi, obunachi mana победа, лёгкая победа dueldagi. Easy победа. Redki. Yerdan o'zi faqat Redkidan boshqa narsa bermas ekan o'zi bu yerda ham. Redki, yana Redki. Mana obunachilar, video ham tugab qoldi. Albatta, agar video yoqqan bo'lsa sizlarga like, obuna boshlaysan chiqarmanglar. Mana 2 yil deganda Brawl Starsga qaytib yana ощущение boshqacha bo'lyapti baribir. Albatta, connection chiqib qopti, qo'lim kelishmadi ancha. Lekin sizlarga yoqdi degan umiddaman, qiziq bo'ldi degan umiddaman. Albatta, keyingi video nima bo'lishini kommentariyaga yozib ketish esdan chiqmasin. Sizlar bilan men bo'laman, Abdulbori. Mana hammaga xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.